Bugun Sharq Turkiston da'vosi eng yuqori pallaga chiqqan bir davrni yaşamoqda. Xitoy tajovuzchilarining vatanimizda elib berayotgan tasvirligisiz vahshiylikdagi jinoyatlari kuchaygan siri chet ellardagi Sharq Turkiston davomizmi mos qadamda kuchaymoqda. Buning eng oxirgisi Amerikada rasmiy qonunga aylangan 2020-yillik Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonuni bo'ldi. Shundaqla Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetiga bir Uyg'ur komissar qilib tayinlandi. Vaqa va mulohiza programmamizning 6-sonida Kamina Abdullah Yalqun Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti qandaq organ va Nuri Turkal komissarlik vazifasida Uyg'urlar uchun qanday xizmatlarni qila oladi. Amerikaning oxirgi bir yilda Xitoyga yurgizgan jazo va embargolari Xitoyga qanday ta'sir ko'rsatdi? Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonuni Trumpning imzosi bilan rasmiy qonunga aylandi. Buning ma'nosi nima? Bu qonunning Yevropa va boshqa davlatlarga o'rnak bo'lish ehtimoli bormi? Bu qonun Xitoyni nima uchun bunchavala sarosimaga soldi? Sharq Turkiston xalqi to'liq mustaqillikqa qanchalik yaqinlashdi qatorliq savollarni so'rayman. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti komissari Nuri Turkal apandi Dünya Uyg'ur Qurultiyi ijroiya komiteti raisi Ömer Qanat apandilar javob berdi. Keng ko'rurmanlarimizni 3-iyul juma kuni İstanbul vaqti kech soat 10 da, Washington vaqti tushdan keyin soat 3 da Istiqlol ekranida kutamiz.